Hammaga assalomu alaykum do'stlar. Bugun sizlar bilan o'sha O'zbekistondagi mashhur brokerlardan biri Forex Pro brokerdan ro'yxatdan va verifikatsiyadan o'tishni hisob ochishni ko'rib chiqamiz. Forex Pro rasmiy sayt linkini men videoning описаниесida va kommentariyasida qoldiraman. O'sha linkda ustiga bosib quyidagi saytga o'tib olamiz. Bu yerda biz yashash mamlakati degan joyga O'zbekistonni kirgizamiz. Elektron pochta manzili degan joyga Gmail pochtamizni va oxirida parol yaratib olamiz. Parol 8 dan 16 ta belgigacha iborat bo'lishi kerak. Bitta belgi, bitta raqam va bitta maxsus belgidan iborat bo'lishi shart. Hamma qatorini to'ldirganimizdan so'ng hammasi to'g'riligini bir tekshirib olib, pastdagi ro'yxatga o'tish tugmasiga bosamiz. Va keyingisida biz shaxsiy ma'lumotlarimizni, ya'ni ID kartadagi ismimizni, familiyamizni, tug'ilgan sanamizni va oxirida telefon raqamimizni kirgizib olamiz. Bu yerda ma'lumotlaringizni kirgizib, hammasi to'g'riligini tekshirib, pastdagi saqlash va davom etish tugmasini ustiga bosasiz. Va keyingisida siz muvaffaqiyatli ro'yxatdan o'tib olasiz, ya'ni Forex Pro brokerdan. Keyingi qiladigan ishimiz bu o'sha Forex Pro ilovasini Play Market yoki App Store'dan yuklab olamiz. Va do'stlar, Forex Pro ilovasini o'sha yuklab olganimizdan so'ng birinchi ilovaga kirib olamiz. Ilovaga kirganimizdan so'ng pastdagi ikkinchi tugmaga, ya'ni Login into existing profile o'sha tugmaga bosamiz va bu yerda Enter your email degan joyga o'sha saytdan ro'yxatga o'tgan emailimizni va parolimizni bu yerga kirgizamiz. Va do'stlar, bu yerda biz Gmailni va parolni kirgizib olganimizdan so'ng hammasini to'g'riligini tekshirib, yana pastdagi Continue tugmasini ustiga bosamiz va bu yerda ham Continue bosamiz. Do'stlar, bu yerda biz Forex Pro brokerning ilovasiga, ya'ni shaxsiy kabinetimizga kirib oldik. Keyingi qiladigan ishimiz bu, pastda ko'rishingiz mumkin Profile degan tugma bor, o'sha tugmaga ustiga bosamiz. Va do'stlar, bu yerda biz tepada ko'rishingiz mumkin Complete your profile, ya'ni biz birinchi ID kartamizni verifikatsiyadan o'tkazishimiz kerak. Buning uchun o'sha tugma ustiga bosamiz. Va bu yerda ko'rishingiz mumkin Verify your identify o'sha tugmaga bosib, hozir biz ID kartamizni tasdiqlab olamiz. Xo'p, bu yerda biz birinchisini tanlab olamiz. Ya'ni All Countries Expat USA. Continue'ga bosamiz. Va bu yerda biz ID kartani tanlaymiz. Do'stlar, bu yerda biz ID kartamizni to'g'ri holatda rasmga olib yuklashimiz kerak. ID karta tiniq chiqishi kerak va qiyshiq tushib qolmasligi kerak rasmga. ID kartaning birinchi oldini va keyin orqasini rasmga olib yuborasiz. Agar xohlasangiz, ID kartaning rasmi galereyangizda bo'lsa, o'sha yondagi tugmani ustiga bosib, ID kartani galeriyadan yuklashingiz ham mumkin. Do'stlar, biz bu yerda ID kartamizni ikkala tarafini ham suratga olib joylab oldik. Endi Document is readable degan tugmaga bosib, ID kartani yuklaymiz. ID kartani yuklaganimizdan so'ng bizning keyingi qiladigan ishimiz bu, yuzimizni skaner qilib olishimiz kerak. O'sha skaner ustiga turib, yuzimizni yaxshilab skaner qilib olamiz. Xo'p, skaner qilib olganimizdan so'ng bizning shaxsimiz tasdiqlanishini kutib turamiz ozgina. Bu ozgina vaqt oladi va birdan tez tasdiqlanadi. Va mana do'stlar, biz to'liq tasdiqdan o'tib oldik. Endi bizning so'nggi ishimiz bu, bemalol depozit qilib savdoni boshlashimiz mumkin. Va hozir sizlarga men o'sha Forex Pro brokerda shot ochishni ham ko'rsatib o'taman. Buning uchun shaxsiy kabinetga o'tamiz. Va bu yerda ko'rishingiz mumkin Trading Accounts degan bo'lim mavjud va o'sha yerda Create Real Account tugmasi ustiga bosamiz. Va bu yerda bizda shot turlari mavjud. Bu yerda o'zimizga yoqqan shot turini tanlab, bemalol hisob yaratishimiz mumkin. Bu yerda standart, Forex Pro RAV Plus, bu yerda minimum depozit $250 va oxirgisi Forex Pro Elite, bu yerda minimum depozit $3000 hisoblanadi. Va bu yerda spread 0, ya'ni spread yo'q. Komissiya bir lot uchun $3.5 hisoblanadi va bu yerda leverage birga unlimited hisoblanadi. Xo'p, bu yerda e'tibor berishimiz kerak bo'lgan narsa bu Forex Pro brokeri Exness kabi bizga birga unlimited leverage taqdim etadi. Buni hisob ochishda hozir ko'rsatib o'taman. Bu yerda o'zimizga yoqqan hisobni tanlab olamiz. Men standartda ko'rsatib o'taman shot ochishni. Buning uchun Continue with standard tugmasiga bosamiz. Va xo'p, bu yerda account currency, ya'ni account valyutasi deganga dollarni va bu yerda account leverage ko'rishingiz mumkin. Bizda kreditni плечо birga unlimited turibdi. Buni birga 10,000, birga 2,000 va 1,5 qilib sozlashimiz mumkin va birga 1000. Bu yerda o'zimizga yoqqanini tanlab bemalol savdo qilishimiz mumkin.
Xo'p, bu yerda execution method degan joyga netting yoki hedgingni tanlashimiz mumkin. Bu yerda o'sha nimaligini tushunish uchun pastga yozib qo'yibdi. O'sha yerni tanishib, o'zingizga keyinchalik yoqqanini tanlab, pastdagi ko'k tugmaga bosasiz. Ya'ni bu yerda ptichka bor, o'sha ptichkani tugmaga ustiga bosib. Keyinchalik bu yerda biz shot uchun parol yaratib olamiz. Bu parol ham kamida 8 ta va 16 ta belgidan iborat bo'lishi kerak. Bu yerda ham raqam, bitta katta harf va bitta maxsus belgi qatnashishi kerak. Va do'stlar, hozir Forex Pro brokerda depozit qilishni ko'rib chiqamiz. Buning uchun o'sha qaysi shotni tanlamoqchi bo'lsak, o'sha shotni ustiga bosib, pastda trading accounts bo'limida shotni ustiga bosib, add funds degan tugmani ustiga bosamiz. Va bu yerda juda ham ko'p to'lov usullari mavjud. Bu yerda kripto, elektron hamyon, UzCard va Humo va Visa orqali depozit qilishingiz mumkin. Bu yerda o'zingizga yoqqanini tanlab, continue tugmasiga ustiga bosasiz. Do'stlar, men bu yerda hozir Visa orqali ko'rsatib beraman. O'sha bu yerda birinchi karta ma'lumotlarini kirgizib olamiz. Bu yerda karta raqami, muddati va oxiri o'sha CVV kod, ya'ni maxfiy kodini. Va keyingisida biz deposit amount degan joyga qancha depozit qilmoqchi bo'lsak, o'shani tanlab olamiz. Bu yerda ko'rishingiz mumkin, Forex Pro brokerda minimum depozit $10, standart shotda. Bu yerda keyin eng muhim joylardan biri bu Forex Pro brokerida Exness kabi depozit qilishda va pul yechib olishda komissiya olinmaydi. Bu juda ham katta ustunlik hisoblanadi. Va hammasi to'g'riligini tekshirib, depozit tugmasini ustiga bosamiz. Va bemalol depozit qilib savdoni boshlashimiz mumkin.